Aziz va mo'tabar ayollar, sizni bahor nafosati bilan kirib kelgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Siz hayotimizning bezagi, mehr-oqibat va go'zallik timsolisiz. Har bir oilaning baxti, farzandlarning orzusi va jamiyatimizning mustahkam tayanchisiz. Sizning tabassumingiz hayotimizga nur bag'ishlaydi. Fidokorligingiz esa bizga ilhom beradi. Ushbu ayyomda sizga sihat, salomatlik, quvonch va baxt tilayman. Baxtingiz bardavom, qalbingiz shodlikka to'la bo'lsin. Har doim e'zoz va ehtiromda bo'ling. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Yangi kun, yangi imkoniyatlar. Bugun Rik va Daryl faqat tirik qolish uchun emas, balki yanada mustahkam jamoa qilish uchun yo'lga chiqishadi. Yo'lda ularga noma'lum bir kishi duch keldi. U do'stmi yoki dushman, ishonchga loyiqmi yoki shunchaki aldoqchi? Ammo bitta narsa aniq, bu ikki qahramon tasodiflarga ishonmasdi. Ular har doim harakatda, har doim oldinga intilishadi. Oziq-ovqat, qurollar, yangi ittifoqchilar. Bugun nimalar kutayotganini hech kim bilmasdi, lekin bir narsa shubhasiz, bu sarguzasht unutilmas bo'ladi. Erkak kamarini bog'lab, oziq-ovqat izlash uchun tayyorlandi. Buyuk jang bo'lib o'tganiga bir oydan oshgandi. Judit ancha ulg'ayib, yurishni o'rganib oldi. Hamma eng ko'p xavotir olgan Karl ham tuzaldi, lekin uning o'ng ko'zi butunlay ishdan chiqqandi. Biroq u bunga e'tibor bermaslikka harakat qildi. Bir oylik tiklanishdan so'ng jamiyatning hayoti yana izga tushdi. Bugungi qidiruv safarida Rikning sherigi Daryl bo'ldi. Deniz undan gazli ichimlik olib kelishini so'radi. Ular yo'lga tushishdi. Jamiyatda hamma narsa yaxshi ko'rinardi, faqat barqaror oziq-ovqat manbai yetishmayotgandi. Rik mashinada statistika bo'yicha bugun omadli kun bo'lishi kerakligini aytdi. Ikki do'st musiqa yoqib, ritmdan zavqlanib ketishardi. Ancha vaqtdan beri o'zlarini bunday yengil his qilmayotgandilar. Biroz yo'l bosib, ferma xo'jaligi yonidan o'tishdi va imkoniyatlarini sinab ko'rishga qaror qilishdi. Mashinadan tushib, atrofni ehtiyotkorlik bilan tekshira boshlashdi. Bu oziq-ovqat izlashda muhim qadam hisoblanadi. Keyin ular uy eshigini ochishdi va Rik tezda ichkarini tekshira boshladi. Ichkarida yuk mashinasi bor va hech qanday xavf yo'q. Daryl yuk mashinasining eshigini ochdi va uni yegulik bilan to'la ekanligini ko'rdi. Rikning taxmini to'g'ri chiqqandi. Nihoyat ularning omadi keldi. Rik Mishen unga qayta-qayta eslatgan tish pastasini topib oldi va darhol yuk mashinasini jamiyatga haydab borishga qaror qilishdi. Mashinalarni esa kechqurun olib ketishmoqchi bo'lishdi. Shunday qilib ikkovlon yuk mashinalarini jamiyat tomon yo'lga solishdi, lekin yo'lda yana nimadir topish umidida boshqa yo'nalishni tanlashdi. Bir necha kilometr yo'l bosib, xarob ahvoldagi yonilg'i quyish shoxobchasining oldidan o'tib ketishdi. Biroq Daryl u yerda Deniz so'ragan gazli ichimliklar bor avtomatni ko'rib qoldi. Shu payt kutilmaganda bir odam Rik bilan to'qnashib ketdi va u yiqildi. Rik va Daryl darhol qurollarini ko'tarib sergak tortishdi. Axir post-apokaliptik dunyoda ko'pchilik odamlar xavfli, biroq notanish odam ularga xavotirlanmaslik ishorasini qildi va u tasodifan ularga urilib ketganini, aslida esa orqasidan o'nlab zombilar quvib kelayotganini aytdi. Shundan so'ng Rik qurolini tushirdi. Erkak uzr so'rab, ortiga burildi va ketmoqchi bo'ldi. Rik esa bu odam yomon emasligini his qildi va o'zini tanishtirdi. Erkak o'z ismini Pol deb aytdi, lekin odatda odamlar uni Iso deb chaqirishlarini qo'shimcha qildi. Rik avvaliga Isoni jamiyatga qo'shilishni taklif qilmoqchi bo'ldi, ammo Daryl uni to'xtatdi. Rik bu odam o'zini Iso deb atashdan bezovta bo'ldi. To'satdan ortlaridan o'q ovozlari eshitildi. Ular darhol qurollarini olib tekshirishga otlanishdi. Ovoz uyning orqa tomonidan kelayotgandi. Ular yetib kelganlarida aslida bu shunchaki petardalar ekanligini ko'rishdi. Daryl tezda anglab yetdi va Rikdan mashina kalitlari joyidami yo'qmi tekshirishni so'radi. Kutilganidek, avval Rikka urilib ketgan odam kalitlarni o'g'irlab olgandi. Ular tashqariga yugurib chiqishdi va o'sha yigit Darylning xaltasini tashlab mashinada jo'nab ketganini ko'rishdi. Rik va Darylning juda jahli chiqdi va bu ishni shunchaki qo'yib yubora olmasdi. Ular o'sha la'nat yigitni topishga majbur edi, ayniqsa mashina oziq-ovqat bilan to'la bo'lganida. Shunday qilib, ular yo'l bo'ylab uni ta'qib qilishdi. Biroq yo'lda faqat bir dona avtomat vending mashinasiga duch kelishdi. Daryl uni buzib ochdi va ichidan harbiy ratsionlar hamda gazlangan ichimliklarni oldi. Aslida bular Deniz uchun mo'ljallangandi, ammo ular juda chanqagan
va suvsizlanmasligi uchun ichimlikka ehtiyoj sezishdi. Rik endi Isoga odam yollash niyatida emasdi. U faqat uni topib, yaxshilab do'pposlashni xohlardi. Yana yarim soat yugurganlaridan so'ng nihoyat mashinani ko'rib qolishdi. O'sha yigit g'ildiraklarni tuzatayotganga o'xshardi. Unga sezdirib qo'ymaslik uchun ikki yaqin do'st o'rmondan asta-sekin yaqinlashishdi. Iso ishni tugatayotganida Rik darhol unga tashlandi. Uni mahkam ushlab, qimirlamasligidan ogohlantirdi, ammo Iso juda mohir jangchi ekanligini isbotladi. Bir necha harakatlarning o'zida u Rikni osonlikcha yerga qulatdi. Hatto oldinga otilgan Deril ham tezda yengildi. Oxir-oqibat Rik uning ustiga tashlanib, uni yerga yiqitdi va boshiga qurol to'g'riladi. Iso xotirjam qoldi va ularni masxara qilib, o'qlar bormi deb so'radi. Shu payt Rik va Deril bir paytning o'zida yaqinlashayotgan yuruvchi murdalarga qarata o'q uzishdi. Iso asta-sekin ortiga tisarila boshladi, biroq baribir so'zlari bilan ularning ongiga ta'sir o'tkazishga urindi. Ammo Rikning sabr-toqati allaqachon tugagandi. U endi yaxshi odamdan ko'ra ko'proq o'ldirish mashinasiga o'xshardi. Ular oxir-oqibat Isoni o'ldirishmadi, faqat uni bog'lab qo'yib, o'sha joyda qoldirishdi. Arqon yetarlicha bo'sh bog'langandi. Shuning uchun u tezda qochib ketishi mumkin. Deril hatto unga bir shisha gazlangan ichimlik uloqtirdi. Shunda u o'sha joyda chanqab o'lib ketmasdi. Kichik bir hodisa bo'lsa-da, natija baribir yaxshi bo'ldi. Ikkalasi oziq-ovqat bilan sekin jamoaga qaytishdi. Yo'lda ular musiqa qo'yib, sayohatdan zavq olishdi. Ko'p o'tmay, Rik yo'l chetida bir ferma borligini payqadi va uni ko'zdan kechirishga qaror qildi. Biroq Deril mashinani qattiq silkinganini yoki burilgan tomondan g'alati shovqin eshitilayotganini sezdi. Uning ichki tuyg'usi o'sha yaramas yigit yana ularning ustidan kulayotganini bildirayotgandek edi. Shunda Rik keskin tormoz berdi va mashina to'xtadi. Kutilganidek o'sha yigit qandaydir yo'l bilan yana tomga chiqib olgandi. Iso tikildi va ularni masxara qilib, so'ngra ortiga burilib qochib ketdi. Rik va Derilning juda jahli chiqdi. Ayniqsa Deril hech narsa demasdan mashinadan tushib, o'sha yaramasni ta'qib qildi. Ta'qib boshlandi va yigit quyon kabi sirg'alib ketdi. Rik ham mashinani to'xtatib, atrofdagi bir nechta zombilarni o'ldirdi. Iso atrofni aylanib, yana yuk mashinasiga qaytib borishga qaror qildi. Uni o'g'irlab qochishga urindi, ammo Deril uni ta'qib qilib yetib olib, mashinadan tortib chiqarmoqchi bo'ldi. Biroq ular mashina uchun tortishib turgan paytda Derilning orqasida bir zombi paydo bo'ldi va unga yaqinlasha boshladi. Iso o'rindiqdan to'pponchani olib, uni Derilga to'g'riladi. Deril esa dastlab yaxshi kayfiyatda edi, ammo kun bo'yi bu yigit uning joniga tekkandi. Biroq Isoni mashinadan tortib chiqarishga harakat qilayotib, Deril tasodifan qo'l tormozini urib yubordi. Mashina asta-sekin qo'l tomon og'a boshladi. Ikkalasi ham vaziyatning yomonlashayotganini anglab, darhol mashinadan sakrab tushdi. Bu safar Isoga omad kulib boqmadi. Mashina eshigiga urilib, u hushini yo'qotdi. Rik zombilarni yo'q qilgach, ortiga o'girildi va mashinani suvga sirg'alib ketayotganini ko'rdi. Ular yerda yotgan Isoga va faqat burchagi suv yuzasida ko'rinib turgan yuk mashinasiga qarab turishdi. Bu butunlay behuda ketgan kun edi. Buning hammasi o'sha yigitning aybi. Aslida ular bugun omadli bo'lishiga umid qilishgandi. Deril dastlab uni shu yerga tashlab ketmoqchi bo'ldi. Lekin Rik uni o'zi bilan olib ketishga qaror qildi. Uni shu yerda qoldirish o'limga hukm qilish bilan barobar edi. Bu yigit juda ayyor, ammo yomon odam emasdi. U ilgari bevosita Derilning hayotini saqlab qolgandi. Shu payt allaqachon kech bo'lib qolgandi va ular endi ta'minot izlashni xohlamadi. Shunday qilib, ular boshqa bir mashina topib Isoni jamiyatga olib ketishdi. Ular yetib kelganlarida allaqachon tun tushgandi. Rik avval uni tibbiyot bo'limiga olib borib, jiddiy jarohatlari yo'qligini tekshirdi. Faqat hushidan ketganini tasdiqlashgach, uni yerto'laga qamab qo'yishdi. U yerga bir bakal suv va bir xat qoldirdi. Sen jarohatlanding, seni bu yerga olib keldim. Hozir xavfsizsan, Rik. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, Rik haqiqatdan ham Derildan mehribonroq edi. Ikki do'st ham chuqur nafas oldi. Bugun ular uchun juda og'ir kun bo'ldi. Ertaga yana omadini sinab ko'rishga qaror qilishdi. Uyga qaytgach, Rik divanga yotib, charchoqdan ko'zlarini zo'rg'a ochib turardi. Shu payt Mishen yoniga kelib,
qo'lidagi player bilan unga yaqinlashdi. Rik darhol unga joy bo'shatdi. Mishen har doim Karl va Juditga g'amxo'rlik qilishga yordam berardi. Kun davomida u Judit uxlayotganini videoga olib, endi esa Rikka ko'rsatmoqchi edi. Haqiqiy oila kabi Rik ham uyning iliqligini his qildi. Ular kun davomida sodir bo'lgan voqealar haqida gaplashib boshlashdi va kulishdi. Qo'llari beixtiyor bir-biriga tegdi. Kim birinchi bo'lib harakat qilganini bilishmasdi, lekin bu muhim emas. Ular bir-birlarining iliqligini his qilishdi. Tungi soatlarda Rik va Mishen tinch uyquga ketishdi. Shunda kimdir chaqirayotganini eshitishdi va darhol uyg'onib, instinktiv ravishda yotoq yonidagi qurollarni olib, ovoz kelayotgan tomonga qarashdi. Ularning kiyimsiz ekanini ko'rgan Iso tashqarida kutishga majbur bo'ldi. U xayol surib turganida Karl qo'lida qurol bilan unga yaqinlashdi va kimligini hamda ularning uyida nima qilayotganini so'radi. Iso xotirjam javob berdi: "Men sening ota-onangni kiyinib olishlarini kutyapman. Ularda bir gapim bor." Karl bir lahza hayron bo'lib qoldi. Mening onam qayerdan paydo bo'ldi? Ammo shu payt biroz tartibsiz kiyingan holda Rik va Mishen tashqariga chiqdi va vaziyat yanada noqulay tus oldi. Rik nima deyishni bilmay qoldi. Shu paytda Daryl va boshqalar ham Isoga yetib kelishdi. Ibrohim esa Rik va Mishenning ahvoliga qarab nima bo'lganini sezganday bo'ldi. Hamma bu vaziyatni taxminan tushunib yetdi. Rik esa tezda mavzuni o'zgartirib, Iso nima demoqchi ekanini so'radi. Ular hammasi o'tirishdi va Isoga quloq tutishdi. Kutilmaganda Iso gapni shunday boshladi: "Men sizning qurol omboringizni ko'zdan kechirdim. Anchadan beri bunday ko'p qurolni ko'rmagandim. Jihozlaringiz a'lo darajada, lekin oziq-ovqatingiz kamayib boryapti. Bu hammangizni boqish uchun yetarli emas", dedi Iso. U bundan foydalanib pechenyelarni maqtadi va o'zini xuddi o'z uyidagidek his qilayotganday tutdi. Keyin u to'g'ridan to'g'ri Darylga qarata gapirdi: "Bizning birinchi uchrashuvimiz yoqimli bo'lmagan bo'lsa ham, hammamiz tirik qolish uchun kurashyapmiz. Siz va Rik meni osongina tashlab ketishingiz mumkin edi, lekin bunday qilmadingiz. Shu sababli men sizlar bilan gaplashmoqchi edim." Iso o'zi ham ular singari yashaydigan bir jamiyatdan kelganini aytdi va uning ishi boshqa jamiyatlar bilan aloqalar o'rnatish va savdo qilish ekanini tushuntirdi. U mashinaning olib qochishining sababi uning hamjamiyati o'sha ta'minotga muhtoj bo'lganini tan oldi. Shuningdek, u Rik va Daryl tashqaridan qo'rqinchli va yovuz odamlar bo'lib ko'rinishi mumkinligini, lekin u noto'g'ri baho berganini aytdi. U bu joy yaxshi ekanini ko'rdi va ular bir-birlariga yordam bera olishi mumkinligini aytdi. Iso o'z jamiyati chorvachilik bilan shug'ullanishini, sabzavotlar, pomidor va suli yetishtirishini aytdi va ularda yetarli resurslar borligini bildirdi. Rik Isoga qanday ishonishlari mumkinligini so'radi. Iso halol javob berdi: "Meni o'zingiz bilan jamiyatimizga olib borishingiz mumkin. Bir kunda yetib boramiz. O'sha yerda kimligimizni va nima taklif qilishimizni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz." Megi ham savol berdi: "Siz ilgari boshqa ko'plab guruhlar bilan savdo qilganmisiz?" Bu hammaga qiziq edi. Ayniqsa Iso hududda bir nechta jamiyatlar borligini aytgandan keyin oxir-oqibat ular borib ko'rishga qaror qilishdi, chunki oziq-ovqat ularning jamiyati uchun juda muhim edi. Rik o'g'li bilan xayrlashdi va Karlga singlisiga g'amxo'rlik qilish hamda jamiyatni himoya qilishni topshirdi. U shuningdek Mishen bilan munosabatini Karlga aytdi. Karl buni qabul qildi va Mishen bilan juda yaxshi munosabatda edi. Ko'p vaqt o'tmasdan guruh Isoga ergashib, uning aytgan joyiga iloji boricha tezroq yetib borish uchun yo'lga chiqdi. Yana bir kun ortda qoldi. Bu safar ham Rik va uning jamoasi yangi sinovlarga duch keladi. Ishonch va shubha, do'stlik va dushmanlik o'rtasidagi chiziq yana ham noziklashdi, ammo ular hech qachon taslim bo'lmaydi, chunki bu dunyoda faqat kuchlilar emas, balki bir-biriga suyanganlar, ishonch topa olganlar omon qoladi. Keyingi qismda ko'rishguncha xayr.